Moskvani Targovoy sentrida namoz o'qigan mehnat muhojirining videosi internetda tarqab ketdi. Rossiyaning cherkovini bosh patriarxi Kirill mehnat muhojirlar tomonidan Rossiyaning jamoatiga bir nechta tahdidlar haqida gapirib o'tdi. Rossiyaning Dumasida 2 qat mehnat muhojir ayollarni Rossiyaga qo'ymaslik haqida taklif kiritildi. 2025-yilda Moskvadan 4800 ta mehnat muhojir выдворение bo'lgan. Rasmiy ma'lumot. Moskvaning aeroportlarida soxta hujjatlarni taqdim qilgan mehnat muhojirlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilmoqda. Rossiyaning Dumasida Yandex taksida mehnat muhojir taksistlardan отказ qilish tugmachasini kiritishmoqchi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarga nisbatan yana bir nechta savollarni ko'tarib chiqdi. Peterda fiktivniy braklarni rasmiylashtiradigan idoraning xodimlari qo'lga olinishdi. Butun Rossiya bo'yicha aeroportlar va JD vokzallarda katta reydlar boshlandi. Rossiyada harbiy xizmatdan o'tgan 51 yasharlik namanganlik mehnat muhojir O'zbekistonda 5 yilga qamaldi. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi aholini telefonlariga tegishli bir muhim ogohlantirish bilan chiqdi. Moskovskiy oblastida 10 yasharlik o'zbek bolani pichoqlab o'ldirgan shaxs qo'lga olindi. Novosibirskdagi Nordmol Targovoy sentrida voyenkomatlar tomonidan reyd o'tkazildi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 13-aprel va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Yangiliklarni boshlashdan oldin sizlardan iltimos, haligacha ham podpiskani bosib qo'ymagan bo'lsangiz, hozir bosib qo'yinglar. Katta rahmat. Biz uchun bu juda ham muhim. Birinchi yangilik Moskovskiy oblastning Nekrasovka rayonidan keldi. Bu yerda eslatib o'taman, o'tgan haftada 10 yasharlik o'zbek bolani pichoqlab o'ldirishdi. Mana tezkor tergov harakatlari natijasida 14 yasharlik Ruslan degan bola qo'lga olindi. Bu bola o'zi bir nechta marta o'zidan kichkinaroq bo'lgan bolalarni xafa qilib yurgan va negadir aynan shu Diyorbekning yoniga kelib, unga 3 marotaba pichoq urgan. Yetkazilgan jarohatlar natijasida 10 yasharlik Diyorbek olamdan o'tdi. O'z o'rnida shu pichoq urgan 14 yasharlik o'smir bu hodisani xuddi bu urush bo'lgandek ko'rsataman deb o'zini oyog'iga pichoq urgan. Mana qaranglar, menga 10 yasharlik bola pichoq urdi, men o'zimni oborona qilaman deb bu bolani o'ldirib qo'ydim deb shunday vaziyatni ko'rsatmoqchi bo'lgan. Lekin politsiya xodimlari buni aniqlashgan va hozir bu o'smir bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Haligacha ham nima uchun bunday harakatlarni qilganligi haqida hech qanday bir ma'lumot yo'q. Eslatib o'taman, Rossiyada bunday harakatlar uchun jinoyat javobgarlik 14 yoshdan o'rnatiladi. Bu degani, bu 14 yasharlik o'smir xuddi 18 yoshga to'lgandek sudlanadi. Rossiya qonunchiligi bo'yicha bunday harakatlar uchun shaxs kamida 10 yilga qamaladi. O'z o'rnimda Diyorbekning yaqinlariga, ota-onasiga ta'ziyamni bildiraman. O'g'lingizni joyi jannatda bo'lsin. Rossiyaning cherkovini bosh patriarxi Kirill mehnat muhojirlar tomonidan yaratilayotgan bir nechta tahdidlar haqida gapirib o'tdi. Patriarx Kirill so'zlari bo'yicha, aynan Rossiyada yashayotgan, lekin Rossiyada hujjatlarni qilmayotgan, Rossiya jamiyatiga qo'shilmayman deganlar, rus tilini o'rganmayman deganlar, aynan shunday migrantlar Rossiyaga tahdidlar yaratmoqda. Uning so'zlari bo'yicha, ular vaqt o'tgandan keyin shunday getolarni yaratib, bir joyda yashab, Rossiyaning qonunlariga rioya qilishmaydi. Mening fikrim bo'yicha, bunday so'zlarga asos bo'lganligi bu shu Fransiya, Angliya va boshqa g'arb davlatlarida afrikalik va boshqa arab musulmon davlatlardan kelgan migrantlar yashashi, ular tomonidan qonunlarni hurmat qilmasligi va hokazo misollar. Endi keling o'ylab ko'ramiz. Nima uchun shu Fransiya, Angliyada bunday davlatga rioya qilmaydigan, politsiyalarni hurmat qilmaydigan migrantlar ko'p. Bu masalani o'rganib chiqqan olimlarning fikri bo'yicha, aynan o'z vaqtida migrantlarni bolalarini maktabga olmaslik, hayot doirasida har xil cheklovlarni yaratish va hokazo harakatlar aynan shunday getto rayonlar, bu yerda hech kimni hurmat qilmaydigan migrantlarning bolalari va ular katta bo'lgandan keyin o'smirlarni ko'payishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun mening fikrim bo'yicha Rossiyada bunday vaziyat takroriy yuz bermasligi uchun Rossiyaning hukumatı o'z o'rnida to'g'ri siyosat olib borish kerak. Bu degani, qonunga rioya qilmaydigan chet el fuqarolar Rossiyaga kerak emas, bu to'g'ri, lekin qonunga rioya qiladigan, qonuniy yurgan chet el fuqarolar, ularning bolajonlari Rossiyada hech qanday problemalarga duch kelish kerak emas va ularga bir tushunarli shu Rossiya fuqaroligi olish yo'llari ochilish kerak. Aynan o'shanda shu mahalliy aholi va boshqa davlatlardan kelayotgan chet el fuqarolar
Rossiyada baxtli yashashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Assalomu alaykum. Men Akmirzayeva Shukronaning onasi bo'laman. Biz Saxovat fondi va Bahrom Ismoilovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz Saxovat fondidan 500 ming rubl pul mablag'i olganimiz tufayli Bloxina detskiy onkologiya va gematologiya shifoxonasida jigar saratoni tashxisi bo'yicha lecheniya olyapmiz. Birinchi bo'lib, aynan Mir privilegiya orqali pul yuborganlarga men katta rahmat demoqchiman. Aynan sizlarning ehsonlaringiz bilan biz shu Saxovat fondi orqali Shukranaxon va boshqa bolajonlarimizga yordam bera olamiz. Siz ham Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, shu yerdan xos Mir privilegiya silka chiqadi. Skachat qilinglar va yuborayotganingizda promokod o'zbek terishni unutmanglar. O'shanda sizlarga eng yaxshi kurs chiqadi. Keyingi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Новые люди partiyasining rahbari Vladislav Davankov yana bir ajoyib g'oya bilan chiqdi. Bu g'oyaga binoan Rossiyada shu Yandex ilovasida agarda taksist shu mahalliy aholi bo'lmasa, shu mehnat muhojir bo'lsa, bunday voditellardan отказ tugmachasini kiritish kerak. Bunday g'oyaga albatta juda ham ko'p savollar bor, chunki Rossiyaning qonunchiligi bo'yicha odamlarni bunday ularni millatiga qarab qandaydir farq qilish noqonuniy. Lekin shu Vladislav Davankov menimcha shu qayerdan ochki yig'ishi bilmasdan aynan shunday millatchilarga yoqadigan g'oyalar bilan Dumaga chiqmoqda. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi shu aholini telefonlariga tegishli bir muhim ogohlantirish bilan chiqdi. Bu ogohlantirishga binoan Rossiyada hozir firibgarlar shunchalik rivojlangan, ular sizning telefonlaringizni kameralaridan sizni videoga olib, sun'iy intellekt bilan foydalanib, videolaringizni fake qilib, yaqinlaringizga, qarindoshlaringizga yuborishadi. Va bu videolarda siz pul so'raysiz va buni ko'rib ishongan yaqinlaringiz firibgarlarning kartalariga pul yuborishadi. Aynan shunday harakatlar bo'lmasligi uchun shu telefonlarni frontalniy kameralarni kleyilab qo'yishni Rossiyaning MVDsi tavsiya qilmoqda. Siz sun'iy intellektni imkoniyatlarini tushunishingiz uchun mana buni qarang. Хочу поделиться с вами важной информацией, которой доверяю. Мой друг Достан, которого я знаю как исключительно доброго человека, оказывает финансовую поддержку через телеграм-канал. Любой гражданин может получить 200 тысяч сумов. Bu videoni sun'iy intellekt orqali firibgarlar ishlatmoqda va ko'pchilikni aldashmoqda. Shuning uchun imkoniyat bilan foydalanib men sizlarga bunday videolarga ishonmasligingizni so'rab qolaman va mening rasmiy Telegram kanalimga podpiska bosib qo'yinglar. Eslatib o'taman, internetda Bahrom Ismoilov deb tersanglar, shu galchkali profillar bu mening rasmiy profillarim bo'ladi. Rossiyaning aeroportlarida qalbaki hujjatlarni taqdim qilayotgan mehnat muhojirlarga nisbatan jinoyat ishlarini qo'zg'atishni boshlashdi. Afsuski ko'p mehnat muhojirlar shu qalbaki levi migratsion kartalar, registratsiyalar bilan aeroportlarga borishmoqda. Kimdir biladi bu leviligini, kimdir bilmaydi. Politsiya xodimlari yoki pogranslujba xodimlari hujjatlarni tekshirayotganda bilib bilmasdan bu hujjatlarni taqdim etishadi. Natijada shu chast 327-modda bilan bu shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi va ular nafaqat shu kuni uyga uchib ketisha olmaydi, balki ko'p vaziyatlarda Rossiyada qamalishadi. Ularni yo'q qilinglar. Lutchi bez dokument tushganingiz, chem qalbaki hujjatlar bilan tushganingiz. Birinchi vaziyatda siz ma'muriy javobgarlikka tortilasiz, shu vaqtda hujjat qilmaganingiz uchun. Agarda qalbaki hujjat bersangiz, bunda jinoyat javobgarlikka tortilasizlar. Shu narsaga juda ham ogoh bo'linglar va yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni bu haqida albatta ogohlantiringlar. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlariga tegishli bir nechta mavzularni ko'tarib chiqdi. Birinchi mavzu bu shu maktabga kirayotgan mehnat muhojirlarning bolajonlariga tegishli. Uni so'zlari bo'yicha shu baribir imtihon kiritganimizga qaramasdan rus tilini bilmaydigan bolajonlar baribir maktabga kirishmoqda. Buni oldini olish uchun shu maktablarda korrupsiyaga qarshi, ki umuman nazoratni kuchaytirishni taklif etmoqda. Bundan tashqari Dmitriy Medvedev shu sudlangan mehnat muhojirlar haqida ham gapirib chiqdi. Позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Uni so'zlari bo'yicha shu sudimiy bo'lgan, sudimisti pagashin bo'lgan ham chet el fuqarolar Rossiya fuqaroligini olishdan mahrum bo'lish kerak. Bu so'zlarni eshitib men hayron bo'ldim, chunki sudimilar va sudimisti yechilgan chet el fuqarolar ham Rossiyada nafaqat fuqarolik, balki patent olishda ham qiynalishmoqda. 2025-yilda
Moskvaning o'zidan 4800 ta mehnat muhojir выдворение deportatsiya bo'lgan. Bu o'tgan yilga qaraganda 31% ga ko'proq. Eslatib o'taman, 2024-yilda 18700 ta mehnat muhojir shu Moskvadan выдворение bo'lishgan. Bu haqida Rossiyaning ijro xizmatining rahbari rasmiy ma'lumot berdi. Выдворение bo'lganlar ichida eng ko'p O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari. Bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, siz 30-aprelgacha bo'layotgan amnistiya bilan foydalanishingiz kerak. Shu uchun birinchi bo'lib o'zingizni reyestr kontrolyuемых лиц ro'yxatidan tekshiringlar. Bunday tekshirishni siz Rosmigrant ilovasi orqali qila olasiz. Aynan Rosmigrantda bu bepul va o'zbek tilida qulay tarzda bunday tekshirishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hozir shu yerdan Rosmigrantga silka chiqadi. Skachat qilinglar va nafaqat reyestr, balki shtraflaringizni, qarzlaringizni ham shu yerdan tekshirib olishingiz mumkin. Keyingi yangilik Peterdan keldi. Bu yerda chet el fuqarolariga fiktivniy braklarni tashkil etadigan idoraning xodimlari politsiya tomonidan qo'lga olindi. Kamida 15 ta xodim qo'lga olingan. Hozirgi rasmiy ma'lumot bo'yicha 100 tadan ko'p chet el fuqarolar, ularning ichida O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari ham bor. Shunday fiktivniy brak xizmati bilan foydalanishgan. Bu degani ularga bundan oldin berilgan RVP VNJlar, Rossiya fuqaroliklari ham annulirum bo'ladi va ular baland ehtimol bilan Rossiyadan выдворение deportatsiya bo'lishadi. Qo'lga olingan shaxslarga nisbatan 322-modda Organizatsiya nezakonniy migratsiya bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ular kamida 7 yilgacha qamalishadi. Bizning kanalimizda shu fiktivniy braklarga tegishli alohida video chiqqan. Biz ogohlantirmoqdamiz. Hozir Rossiyada shu fiktivniy braklarga nisbatan katta tekshiruvlar bo'lmoqda. Brak orqali hujjatlarni rasmiylashtiraman deganlarning ichidan ko'pchilik отказ qilishmoqda. Ularga nisbatan дополнительный har xil tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bu haqida video ko'rmagan bo'lsangiz, hozir shu yerdan silka chiqadi. Albatta ko'ringlar. Rossiyaning aeroportlarida, JD vokzallarida katta reyd boshlandi. Bu reyd umuman xavfsizlik masalalariga tegishli, lekin alohida bez dokument yurgan mehnat muhojirlarga ham tegishli. Shunga tayyor bo'lishinglar kerakki, aeroportlarda, keyin JD vokzallarning yonida har xil shu taksistlar uchun ожидание zonalarida politsiya reydlar kuchayadi. Bu PPS xodimlari, operativniy xodimlar va FSB Rosgvardiya xodimlari. Shu uchun do'stlar, agar siz ham bu sohalarda ishlab kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tartibga keltiringlar. Keyingi yangilik O'zbekistondan keldi. Bu yerda 51 yasharlik namanganlik mehnat muhojir sud orqali 5 yilga qamaldi. Bunga asos bo'lganligi u o'z vaqtida Rossiyaning armiyasi tarkibida Mariupolda xizmat o'tganligi. Xizmat natijasida u Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan va sal vaqt o'tgandan keyin O'zbekiston hujjatlari bilan vatanga qaytgan. Bu yerda Rossiya fuqaroligi aniqlangan va unga nisbatan shu nayomnichество moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Keyingi yangilik Novosibirskdan keldi. Bu yerda Nordmall торговый центрida katta reyd bo'lib o'tdi. Сейчас будет происходить проверка документов на законность пребывания в Российской Федерации, а также постановка на воинский учет. Bu reyd birinchi bo'lib shu yangi Rossiya fuqarolariga nisbatan bo'ldi. Aynan Rossiya fuqaroligini olganlar, lekin harbiy ro'yxatdan o'tmaganlarga. Reyd natijasida 20 ta yangi Rossiya fuqarolar shu harbiy xizmat ro'yxatiga qo'yildi va ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik haqida protokollar tuzildi. Eslatib o'taman, bunday reydlarda nafaqat politsiya yoki Rosgvardiya, balki shu harbiy komendanturalar va inkomatlarning xodimlari ham qatnashadi. Keyingi yangilik shu millatchilarning Telegram kanallarida tarqalgan videoga tegishli. Bu videoda O'rta Osiyolik mehnat muhojir торговый centrda namoz o'qimoqda. Bu video butun internet orqali tarqab ketdi. Ko'pchilik o'z e'tirozini bildirmoqda. Bunga asos bo'lganligi Rossiyaning qonunchiligi. Afsuski, ko'pchilik bilmaydi. Rossiyada bunday namoz qilish, qandaydir dinga tegishli harakatlar olib borish faqat maxsus joylarda ruxsat beriladi. Shu uchun do'stlar, Rossiyaning qonunchiligini yaxshi bilinglar. Aynan namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, shu atrofingizda shu maxsus bunga tegishli joy topinglar. Agar bunday joy bo'lmasa, shu atrofingizdagi musulmonlar bilan gaplashib ko'ringlar. Sal qulayroq joylar bor bo'lsa, o'sha yerda hech kimga xalaqit qilmasdan, millatchilarning telefonlariga tushib qolmasdan siz namoz o'qishingiz mumkin. Buni bilinglar va yaqinlaringizga ham aytib qo'yinglar. Keyingi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Bu yerda LDPR partiyasining a'zosi Yaroslav Nilov bir taklif bilan chiqdi. Shu Yaroslav Nilov g'oyasiga binoan 2 qat homilador mehnat muhojir ayollarni
Rossiyaga kelishini to'xtatish kerak. Uning so'zlari bo'yicha ular Rossiyaga tug'gani kelishadi. Bunga asos bo'lganligi bu Rossiyaning roddomlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga qaraganda ancha yaxshi va aynan shu uchun Mila fikrlari bo'yicha shu chet el fuqaro ayollarni, mehnat muhojir ayollarni Rossiyaga kirishdan oldin shu ikki qatligini tekshirish kerak. Men o'zi ko'p millatchi deputatlarning g'oyalariga guvoh bo'ldim. Hech narsaga hayron bo'lmayman, lekin mana bu g'oyaga men rostdan hayron bo'ldim. Endi qanday qilib mehnat muhojir ayollarni Rossiyaga kelishdan oldin ikki qatlikka tekshirishadi? Balki shu chegaradan o'tayotganingizda ginekologik testlardan o'tish kerakmi endi? Siz bu haqida nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklar shu loyihalardan iborat. Sizlardan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmang va kommentariyada savollaringizni qoldiring. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.